Bolangizni boshini orqa sohasida soch yo'qmi? Ensa sohasiga yo'l tushganmi? Ko'pchilik buni D vitamin yetishmovchiligi deb o'ylaydi. Ammo aslida sabab boshqa bo'lishi mumkin. Qabulimga keladigan ko'pchilik ota-onalar shunday dedi. Bolamning boshini orqa qismida soch yo'q, ya'ni ensa sohasiga yo'l tushgan. Bu raxit belgisi yoki bo'lmasam D vitamin yetishmovchiligi emasmi? Aslida esa aksariyat sog'lom chaqaloqlarda bu normal holat bo'lishi mumkin. Ya'ni chaqaloqlar dastlabki oylarda chalqancha ko'p yotishi natijasida boshning orqa qismi, ya'ni ensa sohasi yostiqqa yoki bo'lmasam matrasga ko'p ishqalanishi natijasida sochlari yaxshi o'smay qoladi va buning natijasida boshning orqa qismiga yo'l tushishi mumkin. Bu holatning o'zi D vitamin yetishmovchiligi ham yoki bo'lmasam raxit belgisini ham anglatmaydi. Raxit tashxisi faqat ensadagi soch to'kilishiga qarab qo'yilmaydi. Vaqti kelib bola boshini ko'proq ushlay boshlaydi, ag'dariladi yoki bo'lmasam o'tiradi va buning natijasida boshning orqa qismida yangi sochlar o'sa boshlaydi. Hech ham xavotirga tushmang. Sizning bolangizda ham ushbu holat kuzatilganmi? Izohlarda yozing va bizga obuna bo'ling. Va bu videoni xavotirdagi ota-onalarga albatta yuboring.